شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Jabdimizlarmi? Mana hozir Fransiyadamiz. Fransiyaga yuk olib keldik. Inshaalloh 22 Fransiyani bir qishlog'idan ketyapmiz. Qishlog'ini ko'ringlar deb video olyapman. Через 300 метров по главной дороге держитесь kichkina yo'llari tor. Uylari ham juda ham ajoyib uylar ekan, shu oldin vaqtda solgan uylar ekan. Toshdan ko'p solar ekan ular. Держитесь левее по главной дороге. Bular ham bir yetib deb o'tar ekan mana uni. Uylarni ko'ringlar, yo'l bor ekan. Через 140 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. İçkari yeri yük uçuramiz ekan. Har xil joylardan yuk beradi. Ba'zi joylar yo'li katta keng bo'ladi. Ba'zi joylar shunaqa ichkaridan o'tib qishloqni ham bir chektirib olib zavoddan uyga tushiramiz. Lekin Allohga shukr. Yaxshi eplab yuribmiz. Shu yerlarda ishlab. Inshaalloh yaxshi o'tamiz. Bu yoqqa moqchi bo'lganlar yozib qo'yganman. WhatsApp'likdan bor. Qo'yishinglar Litvada yaxshi ish bor. Viza berish to'xtatildi Litvaga. Viza berish boshlanishi oldin olib ham chaqiramiz. Lekin optikga qo'shilish kerak bo'lgan ish oldi. Rossiyaga olib kelish kerak bo'ladi. Rossiyaga kerak bo'lib, Rossiyaga olib kelish kerak. Zaman berib o'xshagan joylar ko'p edi. Tarixida juda ham ko'p ekan. Ukalar tinch bo'linglar. Gaplar yaxshi degan